Bunaqangi qalin gilam oqtarib yurgan mijozlarimiz 1 kvadrat metri atroflarda 300 ming, 350 ming so'mgacha, 1 metrga hisoblab eng qalin gilomingiz nechi bo'lsa 1 million, 1 million 200 ming so'mgacha sotilayotgan turistik gilomlar bilan birga bir raqobat qiladigan shunaqangi eng qalin gilomlarimizdan ham so'rovdilaring. Sizlar uchun olib kelib qo'ydik. Ularning qalinligini bitta ko'ring. Kesilmagan holatida shunaqangi lansetlari qalin va eng yumshoqdan bo'ladi. Assalomu alaykum YouTube. Assalomu alaykum YouTube ishqibozlari va bizlarning hurmatli obunachilarimiz. Hammalaringga xayrli kech. Sizlarga yangilik qilishdan charchamagan holda shunaqangi turistik gilomlarda ham metrajini olib kelib bering degan mijozlarimiz uchun shunaqangi eng qalin, eng sifatli, eng komfortli deb yoqtiradigan mijozlarimiz uchun hamma razmerlarni olib kelib qo'ydik. Mahnavolari videoda endi ko'rib turgan bo'lsangiz, like bosib, obuna bo'lib qo'ying va sizlar o'ylagandan ko'ra arzonroq aytsak, tanishlarga jo'natib qo'yish ham esdan chiqmasin. 3-4 kundan beri video qo'ya olmayapmiz. Sabab shunaqangi yangi tovarlarimiz kelgan. Mahnavolari bilan tanishtirib o'tamiz. Shunaqangi endi 4 metrlik bo'ladi. 4 metri, 1 metri ga hisoblab 1 million 200 ming, 1 million 300 ming, 1 kvadrat metrini 300 ming, eng kami 280 ming so'mgacha sotilyapti bozorlarda. Bundan ortiq assortimentlar olib kelganmiz. Ularda og'irligi ham, qalinligi ham eng yaxshisidan bo'ladi. O'ziga eng komfortlikni xohlaydigan, bunaqa gilom hech kimda bo'lmasin, men olgan gilomda deydigan mijozlarimizga shunaqangi eng yaxshilarini olib kelib qo'ydik. Atrofda 1 kvadrat metri eng kami 280 ming bo'lmasa 300 ming so'mdan oshiq sotiladi. Bizga obuna bo'lib, like bosib, qo'llab-quvvatlab turgan mijozlarimizga, obunachilarimizga 1 metr kvadratini ataga 210 ming so'mdan qilib beramiz. Metriga bas 1 kvadrat metri 210 ming so'mdan bo'ladi. Hamma razmerlari bor. Misol uchun siz 3 metrga 5 metr bo'lsa 15 kvadrat bo'ladi. Ko'pchilik bizdan metrajlarni metriga ayting, narx-navosini deyapti. Metrga aytsa bizga qiyin bo'ladi. Sabab bitta kassani 3, 3,5, 4 metrlik qilib hisoblab chiqquncha biz kallamizda turmaydi. Ko'pligini hisobiga assortiment, shuning uchun kvadratga aytsak, hamma razmerni bo'lib chiqa olaverasizlar. Shunaqangi qalin gilom, turistik gilomlar bilan birga bir raqobat qiladigan gilomlardan so'ragan mijozlarimizga olib kelib qo'ydik. Endi 3 metrlikdan 4 metrligacha razmerlari bor. Hamma razmerlarini qilib beramiz inshaalloh. 1 kvadrat metrini 210 ming so'mdan qilib beramiz. Undan ko'ra jicha arzonroq berib bo'lsin, lekin sifati, materiali shunaqasiga bo'lsin degan mijozlarimiz uchun bunaqangi 1 kvadrat metrini oldingi videolarimizda 180 ming so'm qo'yganmiz. 180 ming so'm qo'yganmiz. Biz auditoriyamiz yana ham kengayib, savdo jarayonimiz biz o'ylagandan yaxshiroq bo'lganini inobatga olib 1 kvadrat metrini ataga 172 ming so'mdan qilib beramiz. Xudo xolasa narx-navolar ancha tushyapti. Qo'llab-quvvatlab like bosib qo'yasizlar. Hamma razmerlari bor, assortimentlari 10 dan ziyod assortimentlari bor. Endi 80 sm dan 4 metrligacha komplektlari bor bularimiz. Keyin mana bunaqangi yangilik kassavalarimiz ham kelgan. Bu ko'rsatayotganlarimiz bozorlarda yangilik, hali berib boshqa magazinlarga kelib ulgurgani yo'q. Materiali polipropilen bo'ladi. Ikki tomondan ikki xil to'g'lanadigan, o'zimizning belgiyskiy xiva gilomlar bilan bir xil bo'ladi materiali. Bulardan yangi assortimentlarni olib kelib qo'ydik. Hozirgi stilajimizda endi 3,5 metrligi. Bularda o'zi yangi kelgan tovar hamma joyda qimmatroq sotiladi. Lekin biz va'da qilganimizdek obunachilarimizga o'zi aslida bozor bilan bir xil solsak 180 ming so'm sotishimiz kerak 1 kvadrat metrini. Hurmatli obunachilarimizga narxni ataga 146 ming so'mdan qilib beramiz 1 kvadrat metrini. Assortimentlarni qarang. Yangilik. Menga ichida eng o'zimga yoqqani mana shu model bo'ldi. Sizlar ham yozib qoldiringlar, haqiqatan chiroylimi ichida. Shuning ichida eng chiroylisi eng dizayn yangiligi mana o'zimga mana shunisi yoqdi. Bundan tashqari mana bu yerda bularni 1 kvadrat metrini 167 ming so'mdan qo'yganmiz oldingi videolarimizda. Bularimizdan ham assortimentlari yangiliklardan olib kelib qo'ydik va yangi kelganlar narxi 150 ming so'mdan 1 kvadrat metri bo'ladi. Endi 80 dan 4 metrligacha bor. Xo'p, arzonroq bo'lsin, lekin sifati shulardan qolishmaydigan bo'lsin degan mijozlarimiz uchun mana chekkalari kojali, metrajnida kojali kam bo'ladi. O'zimizning brend uchun kojalarigacha qo'ydirtirdik. Hamma so'rayotgandi, metrajni bo'lsin, lekin chekkasida kojalari bo'lsin, tabiiy gilomga o'xshagan bo'lsin degan mijozlarimiz uchun. Qalinligini yaqindan bitta ko'rsatingda. Qalinligi, lansetlari ancha qalin bo'ladi, yurganda oyoq botadigan. 1 metrini 800 ming sotiladi, endi 4 metrligini. 1 kvadrat metri 200 ming so'm sotiladi.
Chunki buni yumshoqligi ancha yumshoq. Samarqand sak zavodlari bilan hozirda birga bir raqobat qilayotgan gilomlardan hisoblanadi. Biz obunachilarimizga narxini 1 kvadrat metrini 130 mingdan qilib beramiz. Yaqindan bitta ko'rsating. Bular yangilik narsalar, yangi paskalar. Kecha tushirganmiz, kecha va'da qilganimizdek bugun videolar olib qo'yapmiz. Buni ham har xil assortimenti bor. 1 kvadrat metri 130 ming so'm. Bular ancha qalin, materiali ham polipropilen bo'ladi. Yurganda bemalol oyoq botadigan gilom. Xo'p, bundan tashqari mana bu yerda 180 ming so'mlarni olib kelib qo'yganmiz. 1 kvadrat metri 180 ming so'mdan. Yaqindan bitta ko'rsating. Materiali o'ta ham yumshoq bo'ladi. Ko'proq mehmonxonalarga, spalniy qismlarga solinsa, menimcha maqsadga muvofiqroq bo'ladi. Sabab yurganda o'ta yumshoq bo'ladi kassasi. Oyoqqa ham o'ta yoqimli bo'ladi. Va mana bunaqangi turistik gilomlarda ko'rinish jihatdan birga bir turadigan mana bunaqa yangi kassalarni olib kelib qo'ydik. Zichligini ko'rsating buni. Zichligi o'ta zich bo'ladi. Qo'l bilan ochib bo'lmaydigan darajada. Narxini taxmin qilib turinglar. Orqa to'qinlarni ham bitta ko'rsating. Eng muhimi, bularda materiali 100% Turkiyadan keladi. To'qilishi o'zimizda TGS zavodida ishlab chiqariladi. 1 kvadrat metrini obunachilarimizga 145 ming so'mdan qilib beramiz. Xo'p, ro'zg'orbobroq gilom ko'rsating degan mijozlarimiz uchun ham yangiliklarni olib kelishdan charchamayapmiz. Sizlar qo'llab-quvvatlab tursalar ham, xudo xolasa, bundan da arzon narxlar bo'ladi. Yana 4 metrlik ro'zg'orga ishlash uchun eng qulay bo'lgan kassavalarimizdan 1 kvadrat metrini 75 ming so'm qo'yganmiz. Endi 4 metrligi metrga hisoblasangiz 300 ming so'mga to'g'ri kelardi. 1 kvadrati deganda 1 ga 1 bo'ladi. 1 kvadrat metrini bularda ham 70 ming so'mdan qilib beramiz. Bular ro'zg'orga ishlash uchun qulay. Orqa lansetlari, to'quvlari ancha mayda bo'ladi. Oldlari ham yumshoqligi yaxshi. Mana. Endi ko'pchilik bizdan so'rayapti, hamma joyda 45 mingdan 50 ming so'mdan reklama qilishyapti deb so'rashyapti. Shulardan ham qilib bering deganlarga, ulardan ham yo'q bas. Biz lekin ko'proq sifatni so'rayotgan mijozlarimiz uchun mana shunaqa 70 minglar tavsiya qilamiz. 1 kvadratda 20-30 mingdan farq qilsa, bitta kilomizga 100 ming 200 ming farq qiladi. Lekin xizmat tomonlama ancha yutkazib qo'yiladi. Agar yo'q bizga arzonroq bo'lsin degan mijozlarimiz uchun mana bu yerda 1 kvadrat metri 45 ming so'mlardan ham bor. Ko'ngil xotirjam qilib kelaverasizlar. O'sha 40 ming 45 ming so'm reklama qilayotganlarda. Mana 1 kvadrat metri 45 ming so'mdan buni hamma razmerini qilib berishga aqlimiz yetadi biza. Hamma razmer bor, 80 dan 4 metrligacha. Faqat sifati sizni didingizga yoqsa bo'ldi. Sifat jihatini ham ahamiyatga olib qo'yasizlar. Buni ham hamma razmerlari bor. Keyin ko'pchilik bu ham qandaydir o'zimizni shu hamkasblaringizdan iltimos degan bo'laveradi. 20 ming, 25 mingdan kvadratini reklama qilib turib, borgandan keyin undan yo'q bu deyishyapti. Nohaqlik bo'ladi, ham odam vaqtni olishi bo'ladi. Bera olmasligini bilib turib, 20 ming, 25 ming so'mdan blogerlarga reklama qildiryapti. Bu yaxshi emas. Biz bera oladiganimizni aytaylik. Mana shularimiz 1 kvadrat metr 45 ming so'mdan hamma razmerni qilib beramiz. Faqat sizga sifat darajasi yoqsa bo'ldi. Lekin hozirgi kunda sifat tomonlama, narx tomonlama bozorga konkurensiya qilayotgan mana shunaqangi 1 kvadrat metri 55 ming so'mlari, 55 ming so'mlari. Xizmat tomonlama ham zo'r. Bemalol 6-7 yil xizmatingizni qilaveradi. 1 kvadrat metri 55 ming so'm. Narx tomonlama ham, sifat tomonlama ham zo'r. Hamma razmerlari bor bularda ham. Xo'p, 75 ming so'mlarda ham aytib o'tdik, 70 ming so'mdan qilib beramiz bularda. Xo'p, bundan tashqari yerda 110 ming so'mni reklama qilgan metrajlarimiz ham bor. Bularda hamma razmerlarni olib kelib qo'ydik. Yaqindan ko'rsating. Va biz 135 ming so'm qo'ygan hozir yangilik metrajimiz bilan buni adashtirib qo'ymaysizlar. Bu bilan uni qalinligida ancha farqi bor. Orqa to'qinlari buniki ham zo'r bo'ladi, chekalari ko'radi. Yurganda ham yumshoq. 110 ming so'm qo'yganmiz. Buni ham inshaalloh xayriyaga kelgan mijozlarimizga o't beryapmiz. 145 minglik stilajli gilomlarimiz bu menimcha deyarli hamma klientlarimizga tanish bo'lib qoldi. Bu kassa 145 ming so'm. Hozirgi kunda eng trend bo'layotgan, narx tomonlama ham, qalinlik tomonlama ham eng zo'r sotayotganimiz mashkasivada gilom. Chunki kelgan odam bitta ushlab ko'rib, narx-navosini 145 ming so'mdan 1 kvadratni qilib beramiz. Misol 3 metrga 5 metrli razmer 1 million 900 ming 2 million bo'ladi. Bo'ldi, kesin tayyorlang deyapti. Chunki sifat tomonlama
narx navosi ancha arzon. Hozirgi kunda eng trend bo'ladigan. Kelayotgan mijozlarimizda 50% shunaqangi kassivniy gilam olyapti. Hop, bundan tashqari biz va'da qilganimizdek shunaqangi mana uni ko'rsating-da. Qalinligini ko'rsating. Zarariga savdo qilamiz deb va'da qilganmiz. Sababi mana shunaqangi metrajlarimiz oxirida qoladigan eng kichkina razmeri 2,5 metrli metrajlarimiz bor. 2,5 ga 4, 3 ga 4, 2 ga 4 shunaqangi razmerlarimiz bor. Materialni ko'rsating. 1 kvadrat metri 150 ming, 160 ming so'm sotilgan. 150 ming so'm, 160 ming so'm sotilgan. Shunaqangi laxtay qolganining hisobiga o'zini narxidan ziyoniga beramiz. Sabab buni maydalab sotib 50 ming, 60 ming so'mdan donasini sotib, misol kichkina sotgandan ko'ra bitta butun qilib sotsak, olgan odam ham duo qiladi. 1 kvadrat metrini 95 ming so'mdan qilib beramiz. Bu real narx. Mani kuzatayotgan hamkasblarim bo'lsa, yozib qoldiringlar yoki gilomga zo'r ahli etadiganlar bo'lsa, haqiqatan rost deb yozib qo'yinglar. 1 kvadrat metr zavoddan ham 95 ming so'm chiqmaydi bunaqa gilom. Lekin obunachilarimiz uchun qaysidir obunachimiz foydalansin. Bunaqangi kassivniy gilomimiz. Agar razmerlari tushib qolsa, aytib o'tganimdek, eng uzuni bular 2,5 metr bo'ladi. Eni tomonlama 4, 3,5 bo'lishi mumkin. Lekin bunaqangi mana uzunasiga, to'g'ri tushunasizlar mana. Uzunasiga 2,5 metrgacha bor xolos bu yerda. Joyizga tushib qoladigan bo'lsa, detskiy deysizmi, oshxona deysizmi, 1 kvadrat metrini 95 ming so'mdan qilib beramiz. Hamma razmerlarini o'sha 3, 3,5, 4 metrlardan qolgan laxtaylari bular. Bundan tashqari bunaqangi aytib o'tay, 55 ming, 70 ming, 60 ming sotayotgan metrajlarimizdan laxtaylar bor. Qo'rqmasdan kelaverasizlar. Misol ikkita uylaringiz olsalaring, ayvonlaring, misol uchun masalan 70 ming so'm, 75 ming so'm qo'yganmiz. Hozir bitta adashmasam Bag'dodlik mijozimizdan mana shu laxtay qoldi. 6 metr kesib berdi razmerlariga. Mana shunaqangi laxtaylar qolgan. Bularni ham 1 kvadrat metrini 70 ming so'mliklarni ham laxtaylarni 45 ming so'mdan o'zimiz olgan narxdan ziyoniga beramiz. Sabab o'sha bitta inson foydalansin, duo qilib qo'ysin, inshaalloh yaxshi kunlarga ishlasin. Hali nima deydi? Ha deb zo'r puli bor odam ishlatavermasin, necha puli ozroq odam ham bunaqangi yaxshi kasbini arzonga olib ishlasa, biz ham xursand bo'lamiz. Keyin hamma so'rayotgan, xo'p, daroshkalar aytib o'taylik, keyin tafting paloslarimiz ham bor. Videolar o'tkazmasdan ko'ringlar. Daroshkalarimizni eni 1 metrlik tashqariga, quyosh tushadigan joyga nihoyatda xizmat tomonlama yaxshi bo'lgan metrajli daroshkalarimizni olib kelib qo'ydik. Eni 1 metrlik bo'ladi. 1 metri 1 kvadrati 75 ming so'mligi bu. Adashtirib olmaysizlar. Bular 75 ming so'mligi va arzonrog'ini so'ragan mijozlarimizga mana 1 metri 50 ming so'mligi ham bor. Arzonrog'i. Kelib ko'rsalaring, sifatini solishtirib ko'ramiz. Qaysi biri yoqsa bizga xabar beramiz. Bu 1 metri 55 ming so'mligi. Xayriga o't beramiz. Yana qimmat aytyapsam demanglar. Bizda qimmat narx bo'lmaydi va 1 metri 75 ming so'mligi. Solinganda o'zi gilom aytadi. Solinganda o'ta nimasi bo'ladi? Gilom o'zini tashab turadi holatida. Chunki og'irligi og'ir bo'ladi. Mana. O'zini tashab turadi, holat tek suradi. G'ajim vanna bo'lib qolmaydi. 75 ming so'mligimiz. Endi nisbatan arzonroq, lekin hammamga ham qulay bo'lgan 55 ming so'mligimiz bor. Nisbatan solinganda kecha vanna bo'lib turadi. Shunisiga ahamiyat berib qo'ysalaring. Men gilomda kassivasini ham har bir klientlarimizga o'rgataman deganman. Va'daga muvofiq. Bu 55 ming so'mlik. Endi bundan ham arzon 45 ming, 40 ming reklama qilayotgan gilomlarning sifati bundan ham arzonroq bo'ladi. Faqat narxiga va sifatiga ham qarab olinglar. Xo'p, 75 ming so'mdan 1 metrligi, 95 ming so'mdan yana 120 ligi. Bularni kvadratiga bas metriga. Kvadratiga hisoblasak 120, 180 bo'lganda nisbatan mijozlarimizga qimmat bo'lib ketadi. Shuning uchun metriga aytaman. 1 metrligimiz 75 ming so'm, 90 ming so'mdan 120 ligimiz bor. 1,5 metrliklarimiz. Mana 1,5 metrliklarimiz. Mana qizil daroshkamiz ham bu yog'i 130 ming so'mligi. Arzonrog'ini so'ragan mijozlarimiz, arzonroqlarimiz bor. Bularimiz 100 ming so'mligi. Va arzonrog'ini so'raganlarga mana. Endi 1,5 metrlik, bunani hech kimda yo'q desa ham bo'laveradi. Endi 1,5 metrlik 70 ming so'mdan 1 metrlik daroshkani pulida bu. Bundan ham razmerimiz bor. 1,5 metrlik bu to'rt tushuninglar, arzonrog'ini so'ragan mijozlarimiz uchun 1,5 metrlik qo'rqmasdan kelaverasizlar. 70 ming so'mdan esingizda yo'q bunaqalar. Faqat kelib ko'rsangiz, sifat darajasi sizga yoqsa bo'ldi.
razmerlaringizdan muammo yo'q, qilib beramiz. Chaqirib olib turib unaqa narxda yo'q deyishimda yo'q. Kelsangiz, siz 100 ming so'mni mo'ljallab kelgan bo'lsangiz, biz 80 ming so'mga bitkazib beramiz inshaalloh o'sha narsa. Qimmat bo'lib qolmaydi hech qachon. Bundan tashqari yana 180 lik daroshkalarimiz metri 150 ming so'mdan, 2 metrliklarimiz bor. Bular 170 ming so'mdan. 2 metrlik daroshkani men 170 ming so'mligini qo'yayapman. Arzonrog'ini so'raganlarga tashqarini bitta ko'rsating-da, ana. Bitta yaqinlashtirib ko'rsating. Arzonrog'ini olib kelib qo'yganmiz. Hozircha vaqtimiz yetmay qolyapti. Arzonrog'ini olib kelib qo'yganmiz. 95 ming so'mdan yana 2 metrlik daroshkamiz ham bor. Razmerlarga o'ylamasdan kelaverasizlar. 1 metr 120, 1,5, 2, 220, 180 hamma razmerlarini olib kelib qo'yganmiz. Xo'p, yana nima? Tafting paloslaridan reklama qilamiz dedik. Ozgina vaqtimiz yetmay qoldi. Videomizda xato kamchiliklar bo'lsa, opsionada yozib qoldiringlar. Inshaalloh xatolar to'lashga harakat qilamiz. Narx-navolar bo'yicha nomerlar qoldiryapman. O'zimga telefon qilib aloqaga chiqib kelaverasizlar. Yana nima? Manzilimizni aytib o'taman. Farg'ona viloyati, Marg'ilon shahar, kombinat bozori ichkarisidagi Ziyo gilomlar markazi. Bizning hozircha boshqa filialimiz yo'q. Kelib boshqa do'kondan olib ketib, biz shular filialimiz degan do'konlardan olib ketib, keyin meni direktimga yozishyapti. Qimmat berdilaring boshqa. Meni o'zimga uchringlar. Inshaalloh aytgan narximdan o't bermasam, aytaverasizlar. O'sha yerda 5 ta 6 ta hamkasblarim bor, video davomida chiqyapti. Ular ham tanib olinglar yo o'sha ekrandagi nomerlarga telefon qilib kelinglar. Boshqa do'kondan olib, sizlardan oldingi qimmat olib biz deb opsiyaga yozishyapti. Bu nohaqlik bo'ladi bizga nisbatan. Xudo xolasa bizdan gilom xarid qilganlar ham yozib qoldiringlar. Haqiqatda arzon ekan. Aytilgan narxlardan o't berishni oldin deb yozib qo'yinglar. Bizdan xursand bo'lamiz. Hammalaringga kattakon rahmat. Ziyo gilom markazi sizlar uchun hamisha bir qadam oldinda. Biz bilan vaqtingizni va pulingizni tejang. Hammalaringga yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin. Rahmat. Sog' bo'linglar.